Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun yakshanba, biz Sergeli mashina bozoridamiz. Odatdagidan sal boshqacharoq obzor qilamiz, ya'ni birin-ketin mashinalarni ko'rib chiqamiz, narxini qaysidir momentda agar sporniy vaziyat bo'lsa, so'nagan kraskalarni tekshiramiz. Video boshlashdan oldin like bosing va do'stingizga ulashib qo'ying. Fikringizni kommentariyada yozing. Biz boshladik. Mana metan 4000 shot. Lasetti. Lasetti ekan. Holatlari nima bo'lgan Husan aka endi? Qanotlari sepilgan, detallar sepilgan. Endi shuncha yurgan mashina-ku. Lekin oldi qanoti mana olib bo'lyapti. Lekin mana sizga savol. Oddiy odam ham ko'radi buni. 4000 ga Matiz olasizmi, mana buni olasiz? Anokini 5200 deydi doktor Matiz. Best eslaysiz. Endi best. Ko'pchilik shu o'zi qiziqadiganlar shunga oling. Kam yurgan bo'lishi mumkin. Endi misol uchun 4000 ga mana shu Lasetti solishtiradigan bo'lsa, bash. Yaxshi-da Lasetti. Yili ham sal balandroq, uniki boshqacha. O'rtoqlar, men nomerlarni qoldiramiz, telefon qilishim. Qatlarda bor buni. Kapotda oq teshikda. Hamdami? Bu Sonsmidi? Ha, oldi kirlolar ham sepilgan ekan. Ha, oldi kirlolar. Bu ham sepilgan ekan. Bu ham sepilgan. Ne qancha oling, bular kraskachida. Ha, qancha? 2,5 ming ekanda. Ha, qanchada 30 million? 30 million. 2,5 million narib berishgan. Nomeringizni ayting, men kimdir Nexia 2 xarid qilsa, tim bo'li donsa ekan. Ya bormi yozilgan joy? 88lik. Aha, 88lik. 220 43 22. 220 43 22. Mana Nexia 2 30 millionga kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, akam bilan bemalol gaplashib olaylik. Agar sota olmay, sotmasalar o'sha paytgacha telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Sotilyaptimi bu? Necha pulda olasiz? 60 million. Qatlarda bor? 5 ming bor. 5 ming bor. 5 ming. Nechinchi yil ekan? 13 ekan, 2012, 100 ming probekti. 60 million otdilar. 5 ming ekanda. 5 ming ekanda. Endi yana ustga Savdosi bersin. Ayol kishini o'tirzadi, чтобы odamlar o'ylashi kerak-da. Ha, bu ayol haydaydi. Ha, ayol kishi haydagan. Ko'p haydamaydi u. Deb o'ylaydi, lekin hozir ayol kishilar kerak qoldi lekin sezgan bo'lsangiz. Ko'ring. Vaalaykum. Shuarim davomida topgan. Charim. Kelishtirib beradigan joyi ham bor, ha. So'nggi xatlar bo'lgan. Nechinchi yil bu? 16. Почти gazi bor. Qancha probeg bo'lgan hozir? 483 çok güzel. Motor ochilib yopilgan shekilli? Ochilib yopilgan. Motori yaxshi. Korobka yaxshi. Moy yemyaptilarmi? Qattiq bo'lgan endi buni. Orqa kirdi. Tashda bo'lganmi, narigisi bo'lganmi? Bu yoqda remont bo'lgan ekan. Endi bari bo'ladi bo'ladi. Qolgan joy toza-yu xudo xolisa. Xudo xolisa endi Endi biza to'g'rilasizda biroz. Biz videoga tashlab yuboramiz. Kim o'zi qiziqsa sizga aloqaga chiqadi. Xudo xolasa inshaalloh. Lekin turish tetik yaxshi. Ha, o'zizniki, bu klientniki emas, ha? 483 ming probek. Sabr. Hozir nimada to'xtaysiz? Misol uchun podpiska qiladigan bo'lsa? Sunnatiga. Azgina o'tib berasiz, Xudo xolasa. Bo'ldi, savdoingizni bersin, nomeringizni qo'yib qo'yamiz aka. Salomat bo'ling, bozoringiz bersin. Kaptiyosizdanmi? Qaraysizda, Necha pul so'raysiz? 10,5. Videoga olamiz, mana. Kapotni ochib oling. Tak, 10,5 ming 2013-yil, 220 ming yurgan. 3 to'r qilingan ekan. Ana bu, короче, to'yda yuradiganlar bormi viloyatda? Ha, viloyatda. To'yga chiqishga zo'rda. Ha, ularga zo'r kortejga zo'rda. Mashinada bolalar o'tiradi, yuradi yaxshi. Holatlari nima deysiz? O'rtacha holati normal. Ba'zirni boshqa qo'ygan misol-chi. Qiziqqanlarga, shu qiziqqanlarga atsik mana butun turibdi o'ziniki. Raddoy bo'ladi, yozilgan bo'ladi. Buydib, rangi shunaqa nomida. Atsik ham yaxshi turibdi, kapotlanchi butun turibdi. Bu yerda zashitli bo'ladi, lekin cho'chida qopqog'i yo'q. Ha. Bitta shkrilodada, to'g'rimi? Hozircha endi agar detalni ko'rsa yana ko'rsa bo'ladi. Eshikda bor ekan, eshik kraskalar. Ham eshikdami? Bilaman. Bo'ldi, xo'p. Charchamayapsizmi? Sotilyaptimi bu? Necha pulda olasiz buni? 7,5 so'rayapman.
Bu Gentra'ning o'zida, to'g'rimi? Ha, aka so'rovdilar, adashmasam. Nechi pul bor? 7,5? Ha, 7000larga, 7000 qanchaga topa olaman buni? Ha, bitta baradan Rossiyadan kelgan. Ha. Bo'lsa bor, bu Lekin hozir probegi unaqa so'ramanlar-da, ular 50 ming avtomatmi, so'radi. mexanika? Bo'lsa intrigaga. Bo'ldi, aka savdoingizni bersin, telefon qilishadi. Mabodo kelishtirib beraverasiz. Sizlardanmi? Ochib beraymi, ko'ringlar. 27 ming yurgan. Kalta 27 ming yurgan kraskasi topdi. Yo'q. Mana 2009-yil kraskasi top-toza. Sons ekan. Sons. Buni Unda o'zini espero bo'lmasdi, boshqa bo'ladi. o'zini jinnilari olmasa, Ha, shunaqa haydab, azaldan haydaganlar olmasa, to'g'ri. ana 7 ming so'rab. 7000 so'rashyapti. Yana u yog'iga sunnatiga o'tib berishadi, xudo xolis. 27 ming yurgan ekan, pashta 15 yillik mashina, 17 yillik mashina. 17 yillik mashina. 27 ming Lekin- joyga olib borib olib qo'yganman. Cho'tkilarga qara. Короче, sizlarga ham bitta life hack, bitta mashina olasizlar. Mana hozir kecha kunduz chiqayotganini. Shundan, короче, garajinglarga tiqasizlarda 15 yillarga ochib qo'yasiz. 19 ekan, 74 ming. Assalomu alaykum. Sotilyapti aka. Yo sotib bo'ldinglarmi? Necha pul so'rayapsizlar buni? 8 ming. Ha, 8 ming so'rayapsiz. Mana nima? Start stopmi? Nima? Super deb yozib qo'ygandimi? Turbinasi bo'lsa kerak edi. Yo'q, bunda turbina nima qiladi? Kimdir nimadir qo'yib qo'ygan degan bo'ladi yana. Azot nimadir bormikan? Bo'lishi mumkin. Azoti bo'lishi mumkin. Men bilsam. Hop, Malibu va Vallahi hozircha holati normalniy, ha? holati tekischi, butun turibdi. Avtomat. Yaxshi turibdi holati. Yo'q, Kapotida pachog'i bor ekan. Maytda pachog'i bor ekan. 8 ming mexaniki, bilmadim. Menimcha sal Kirlo sepilgan ekan. sal qimmatroq. Oldi kirlo sepilgan ekan. O'sha kirlo. Yangi maslami? Bu sotildimi? Assalomu alaykum. Necha pul so'rasizlar? 7,5 ming. 2015 ekan. Mexanika ekan. Probegi qancha buni? 144 mingmi? 7,5. Mexanika ekan. Qatida bor buni aka? 17 mi shunaqa. Oqi kiloda. Kapotda fitness bor. Qolgan joyi toza. Bitta orqa kapotida fitness bor ekan, qolgan joyi toza, metan gazlari bor, mexanika. Nomer qoldiramiz, telefon urasizlar. Sotayotgan ekanlar. Keyin sotildimi? Sen sotildi deb. Men sotayotganimiz kerak. Hech pul yetsam 1200. Oldi chiqmedinsan. Men oluvchiman. Nima bo'ldi kecha ishxona? ishxonamizda tikuv qiziqadi-da. Ha. Shu 70 nomerni olgan 1700 ga olgan. Mashina teknikni. 1200 ga qaraymanmi? Endi matiz olsa yaxshi deyman-da. Bu Tracker 2 qiziqqanlar uchun Tracker. 134 ming, 134 ming, 2020. Avtomat. Akaga xalaqit. Hormeli charchaysizlar? Hormeli yaxshisizlar? Menimcha holat yaxshi, ha? Sana tayyorlab qo'yish. Assalomu alaykum aka. Hormel do'st. Sog'lashasiz. So'ramasdan ovurdik endi. 12700 ekan. 12700. Propan gazi bor ekan. Ha, holatini tegoring, kraskasini toza bo'lsa toza. Chiroyli rang. Rangi eksklyuziv, ha. Ha. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qo'yasizlar, aka. Xudo xolisa propan gazlari bor ekan, 12700 ga. Bu Sparkingizdanmi? Men Ben Spark so'raganlik 6200, 102 ming yurgan. Avtomat. Bu 1.2 motormidi? 1 motor. 1 motor. Nimaga shu 1 motor ko'pchilik ana qilishadi, nimaga? Supit qiladi-da. Ha? Supit qiladi, o'tib bitdi. Gaz bosib razgon berasan, o'shanda shu supit qiladi. Mexanika. 1.2 bo'lsa 6200 emas, qimmatroq ham bo'ladi, ha, sal. 2026. Necha pul so'rayapsiz mana yangi damasdan? Sizdan 8100 so'rayapti. o'zi necha pul salonda? Damas narxini bilmayman-da.
Qancha yurgan bu? Ha, yangi. Yangi ekan. Sho'si. Ko'rishingiz mumkin. Ichkarisini nimasini ko'rsangiz hamma ko'rib bo'lganda yangi bo'lsin. Hech narsa o'zgartirilmagan. Qizig'lar o'ziga damaschiga. Zavoddan chiqqan 8100 mana nomer qoldiramiz. Yangi kimdir qidirayotgan bo'lsa, срочный kerak bo'lsa, brat bilan gaplashib baraka qilaverasizlar. To'g'rimi aka? Savdingizni bersin. Ha, necha pul so'raysiz Damaski? Assalomu alaykum. Bunga 5700 dollar. Salom. Yaxshi. Yili nechi buni? 23. 23. Nomeringiz bormi? Nomerim bor. E'tiboring. Bu yerda yozib. 99 006 27 01. Bo'ldi aka. Telefon qilishadi xudo xolisa. Kanalga joylaymiz-da. Bozoringizni bersin. Bugungi syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa bitta laykni bosib qo'ying. Bu kanal rivoji uchun juda muhim. Keyingi hafta mashina bozorida nima mashinalarni ko'ringlar, kommentariyada yozib qoldiring. Bemalol. Bemalol. Bo'ldi. Sanagam so'zlari aniq, bemalol degan so'z boshqa so'z yo'q oxirida. Sog' bo'linglar.